Men o'zim akademiyamda 10 mingdan ortiq ayollar ishlaydi. Ayollarda ko'proq bunga shans ko'proq. Trading boshlash uchun o'zi umuman pul kerak emas. Lekin ayol kishi qarz oladigan odami yo'q. O'zi trading shu qashshoqlik darajasidan odamni moliyaviy savodxonlikka chiqarib, o'qitib, dalshi moliyaviy mustaqillik beradigan soha. Aynan tradingda ayollar shug'ullanishiga biroz salbiyroq qarashadi. Boy bo'lmoqchi bo'lsang, boy odamning yonida ko'proq yurgin. U bergan emotsiyani hech bir para bera olmaydi. 3 ta farzand bilan odamlar mana trading bilan shug'ullanmoqda. Qaynota. $2800 hali qiz zo'r ishlab topdi-da, $2800 ishladi. Qochib ketdimki. Bu yerda hamma kenja o'g'illarga erga tekkanlar. Assalomu alaykum bizning hurmatli tomoshabinlarimiz. Bugun biz sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda xursandmiz. Bizda bugun umuman o'zgacha, sizga chinakamiga ilhom bag'ishlovchi podkast bo'ladi. Bugun mehmonlarimiz faqatgina aynan jozibador trader qizlarimiz. Bugungi suhbatimiz davomida siz agarda aynan trading sohasiga qiziqayotgan yoki sizda haligacha qo'rquv bor bo'lsa, bularning barchasidan xalos bo'lishingizga biz chinakamiga harakat qilamiz. Hozir esa biz sizlar bilan aynan bizning mehmonlarimiz bilan birinma-ketin tanishib olsak, men ismim Dilafruz va bugun men sizlarga bugungi suhbatimizda mezbonlik vazifasini bajaraman. Xo'p, birinchi suhbatdoshimiz Ismim Hurliman. Tradingda 3 yillik tajribam bor. Asosan HUSD ya'ni goldda ishlayman. Yoshim 32 da va tradingda hozirda stabilni daromad qilib kelyapman va o'ylaymanki bugungi podkast hammaga qiziqarli va foydali bo'ladi. Mening ismim Dilorom, yoshim 26 da, Farg'ona shahridanman. Tradingga kirib kelganimga 3 yil bo'lyapti. Уже stabil daromadga chiqib, stabil daromad qilib kelyapman. Men Gulhayo, Qashqadaryodanman. Men ham 3 yilcha bo'lib qoldi trading sohasida ishlayotganimga. Aynan asosan tradingda traderlarni psixolog sifatida tanishadi ko'pchilik. Aynan trading psixologiyasi bo'yicha ko'proq shug'ullanaman. Juda zo'r. Nima uchun aynan trading? Qani Gulhayo sizdan boshlasak aynan suhbatimizni. Nimaga trading? Albatta birinchi o'rinda daromad. Boshqa sohalarga nisbatan yuqori daromad bo'lgani uchun ham trading sohasini tanlaganman. Keyingisi ayollar ichida oladigan bo'lsak, juda ham qulay kasb. Uyda o'tirgan holatda ham bemalol ishlasak bo'ladi. Aynan alohida ishxonaga borish yoki qaysidir boshliqni buyruqlariga bo'ysunish yoki hattoki ish vaqtini ham o'zimiz xohlaganimizdek belgilaymiz. Eng qulay tomonlari shu bo'lgani uchun ham shu kasbga o'tganman va hozirgi kunda eng asosiy kasbim. Ya'ni trading sohasini siz asosiy kasb sifatida yuritasiz hozirgi paytda. Xo'p, qizlar, hammaga bir savol bersamda, o'zi rostakamiga o'ylab qarasak, biz ona bo'lamiz, turmushga chiqamiz. Biz avval albatta turmushga chiqamiz, keyin ona bo'lamiz. Ya'ni ayol kishining umri asosan belgilangan vazifalar atrofida bo'ladi. Yaxshilab qaraydigan bo'lsak, trading sohasi aslida biz ayollar uchun yaxshigina qulay. Ya'ni o'sha Gulhayo aytganlaridek, biror bir joyga borib ishlash, ya'ni kimnidir qosh-qovog'iga qarash shart emas. Lekin shunaqa bo'lsa ham, nima sababdan aynan tradingda ayollar shug'ullanishiga biroz salbiyroq qarashadi nazarimda. Nima deb o'ylaysizlar mana shu borasida? O'zim ham birinchi kirib kelgan paytim bu shu erkak kishilarni kasbi deb o'ylaganman, потому что ulardan yaxshi analitik chiqadi, ular ko'proq emotsiyasiz deb o'ylaganman, lekin o'sha o'zim 23-yili Malayziyada PhD ga o'qishga kirganimda tanishganman bu soha bilan. O'sha payt guruhdoshlarim shug'ullanib yurishgan va asosan erkak kishilar bo'lgan ular va keyin ular tushuntirib, mana shunaqa bo'ladi, trading bu narsa deb tushuntirib bergandan keyin почему бы и нет, men nimaga qila olmayman, qani ko'raylikchi deb o'zimni ustimda ishlab, sabrlilik bilan kelib bu sohani yaxshi o'rganganman. Nabarot hozirda o'ylayman, ayollarda ko'proq bunga shans ko'proq. Sababi bizada risk management baribir ham kuchli bo'ladi. Более такой biz riskka nisbatan осторожныйroq, ehtiyotkorroq bo'lamizda. Bizda intuitsiya yaxshi ayollarda va sabrliroqmiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, nabarot ayol kishilar hozirda ko'proq
stabilni и ko'proq daromad qilsa ham bo'ladi deb уже ko'z yetkazganman bunga. Va ayollarni trading sohasida qabul qila olmaganligini sababi o'zi trading sohasi yangi soha bo'lgani uchun to ayollar bu sohaga kirib kelguncha ko'pchilik sohani tushunmagani uchun qabul qila olmadi. Xuddi mashina haydashidek. Ayollar boshida mashina haydashni ko'pchilik qabul qila olmagan, bora-bora ko'paygan sari oddiy hol bo'lib qoldi. Trading sohasini ham endi boshqa hamma odamlar bilgandan keyin nimaligini, hozir endi ayollar ishlashi ham oddiy hol bo'lib qoldi. Oddiygina men o'zim akademiyamda 10 mingdan ortiq ayollar ishlaydi. Oho. 10 mingdan ortiq ayollar o'sha tradingda shaxsan o'zim akademiyamda bitta. O'qdi. Zo'r-zo'rda shunaqa rostdan ham meni ham communityimda именно men Qoraqalpog'istonlikman, nukuslik aytib o'tmagan bo'lsam. Nukusga salom. Da. И o'sha уже 90% Oddiy hol bo'lib qoldi. oddiy hol. Va juda ham qulay. Boshida prosta bu yangi kasb bo'lgani uchun ko'pchilik tushunmadi. Hozir hamma tradingdan xabari bo'lganlar, o'sha ayollar ishlashi ham oddiy hol bo'lib qoldi. Ya'ni ayollar ishlashida ham hech qanday muammo yo'q. Bu faqatgina erkaklar uchun degan narsa qabul yo'q. qila olmaslik sohani bilmaganligidan edi. Soha yangi bo'lgani uchun, tushunmagan uchun ayollar kirib kelish qiyin bo'lgan. Nabarot, manimcha o'sha ko'proq ayollarga mos keladigan soha, chunki turmushga chiqadi, turmushga chiqqandan keyin ayol kishi o'zi xohlagan ishni qila olmaydi baribir. Ishga kiraman desa xo'jayin yo'q deyishi mumkin. Ayol kishi uyda pul qolib ketadigan vaziyatlar juda ko'p bo'lyapti. Keyin homilador bo'ladi, hech kim ishga olmaydi, farzandli bo'ladi, bir oylik chaqaloq bilan uni ham hech kim ishga olmaydi. Shuning uchun trading xohlagan joyda o'sha bemalol o'tirib, bitta telefon orqali, kompyuter telefon orqali daromad qiladigan zo'r soha. Buni endi O'zbekistonga kirib kelayotgani uchun hali ayollar kam. Endi menimcha rivojlanib bu sohani yana ham chuqurroq tushunishgani sari menimcha qo'shilsa kerak, chunki trading o'zi aslida bor kapitalingizni, ya'ni ko'paytirish maqsadida, prosta endi odamlar buni noto'g'ri talqinda tez boyib ketaman deb o'ylab talqin qilishgani uchun ham ozgina trading haqida noto'g'ri tushuncha bo'lib qolgan. Atak trading odamda bor pulni kapitalni inflyatsiya hisobiga kamayib ketmasligini ushlab qolishi uni o'sha ko'paytirish. Linda Rashkini olsak bo'ladi. Juda ham o'sha Amerika fond bozoridagi eng kuchli ayollardan biri. O'sha motivatsiya bo'lgan menga. Вообще zo'r savdo qilgan, o'zini uslubi bor, kitob yozgan. Va Linda Rashki qilganda nimaga o'zbekistonlik ayollar nimaga biz qila olmaymiz? Rostdan ham. Yana bitta asos ayollar yaxshi ishla olishiga trading sohasida erkaklar minusga kirganda, masalan pulini minus qilib qo'yishganda qayerdandir pul topishga, qayta savdoga kirishga imkoniyatlari juda ham ko'p. Og'aynilari, do'stlari ko'p bo'ladi, qarindoshlari yoki ishxona yoki bo'lmasa ham juda bo'lganda o'zi qarz olish noto'g'ri-yu, qarz oladigan odamlar ham rosa ko'p bo'ladi. Lekin ayol kishi qarz oladigan odam yo'q. Juda kamdan kam holda qarz haqida o'ylaydi, o'zi qarz olmaydi ham, chunki qarz olishdan oldin uni boshlig'i, xo'jayini bor, qaynonasi bor, uyda unga xo'jayin bo'ladigan odamlar ko'pda. Qarz haqida deyarli o'ylashmaydi ayollar. Va o'zini bor pulidan foydalanishga harakat qilishadi. Shuning uchun ya'ni bizani riskimizga amal qilishadi ayollar. Shuning uchun trading sohasi ayollarga mos soha. O'zi umuman ayol kishining tabiatida aynan qarz olishni yoqtirmaslik bo'lsa kerak. Men masalan shunaqaman, qarz olishni o'lguda yomon ko'raman. Aynan endi qizlar tradingga kirib kelishi, qanaqa o'rgangansizlar? Hozirgi paytda kimlardir mustaqil o'rganadi, kimlardir o'quv kurslaridan foydalanib, mana shu borasida ham ozgina ma'lumot berib o'tsak, qanday o'rgansa bo'ladi o'zi umuman tradingni? Tradingda YouTube'da rosa ham bepul darsliklar ko'p, lekin odam harakat qilmoqchi bo'lsa YouTube'da bor. Lekin u narsani baribir ketma-ketlikda tizim bilan ustoz tushuntirib beradi. Chunki bu baribir pul bilan muomalali soha bo'lgani uchun ustoz bilan boshlash yaxshiroq. Chunki baribir risklari bor. Ya'ni o'sha ustoz siz bosib o'tmoqchi bo'lgan yo'lda o'sha bosib o'tgan bo'ladi. Qilinishi kerak bo'lgan xatolarni mashina xatolar bo'lgan, sen shularni qilma deb aytadi. Shu odam qilmasligi oqibatida tezroq natijaga chiqadi. Vaqt ham ancha vaqt tejaladi. Aynan ustoz bilan bo'lsa. Shaxsan o'zim trading sohasiga 2021-yil qiziq boshlaganman. Aziz Xalikov ustozimiz tomonidan. Va lekin o'sha paytlarda kurslar, o'rgatadigan darslar juda kam bo'lardi. Boshlang'ich o'zim shaxsan bepul YouTube'dan ko'p o'rganganman, lekin ko'p vaqtim ketgan. 2 yil vaqtim ketgan to realniy shodga o'tib ishlashga.
Lekin hozirgi kunda imkoniyatlar juda ham ko'p, o'qituvchilar juda ham ko'p, kurslarimiz juda ham ko'p bo'lgani uchun hozir bizani qiladigan ayollarni, yangi kirib kelayotgan ayollarni muammosi to'g'ri o'qituvchi tanlashda bo'lib qoldi. Yaxshi mavzu. Mana shu haqida ham ikki og'iz, ya'ni nimaga qarab tanlash kerak? Aynan mana men ustozimni topdim, zo'r degan xulosaga kelish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Oldin biz ustoz topishda qiynalgan bo'lsak, hozir ustoz tanlash muammo. Chunki o'qituvchilar ko'p. Aynan ularni ustoz tanlashda o'zimni shaxsiy anaqa tajribamdan kelib chiqib maslahat beradigan bo'lsam, men tradingda sonlarga emas, pullarga emas, ko'proq bilimga natijaga e'tibor berganim. Qanaqa natija? Ya'ni kuratorni, ustozni natijasi bu o'quvchilarning natijasi. O'quvchilarning natijasi qanchalik yaxshi bo'lsa, aynan o'sha ustozni darslarida qatnashishni maslahat beraman. Chunki masalan bo'lishi mumkin, tradingda shaxsan o'zimdan ham bilim juda ham yuqori erkak o'qituvchilarni bilaman. Ularning bilimi rosa kuchli va boshqaradigan shotlari ham katta, topadigan daromadlari ham menikidan 100 barobar ko'p traderlar ham bor, aynan O'zbekistonning o'zida. Lekin bilim bo'lgan bilan uni yetkazib bera olish degan narsa bor. Ya'ni o'qituvchilik qobiliyati, metodika degan narsalar ketma-ketlikda, qonun-qoida bilan, tartib bilan o'rgatish degan narsa bor. Shu narsani o'rgata olgan, qila olgan odamni natijasi, ya'ni o'quvchisini natijasi gapiradi. O'quvchisini natijasiga qarab kurs tanlashni tavsiya qilaman. Bozor oson aslida va uni qiyinlashtirmaydigan o'qituvchi yoki mentorni, treyderni topishni maslahat berardim. Bozor aslida oson, faqat psixologiya bilan yaxshi ishlasa, bu joyda baribir ham mentorni roli kuchli. Sababi bozorda yolg'iz qolib ketsangiz, psixologiyangiz buzilishi mumkin yoki nima qilishni bilmasligingiz mumkin. O'shaning uchun community, bitta jamoa bo'lib ishlash juda ham muhim. Bozorda shu qiyinlashtirmaslik iloji bo'lsa. Meni fikrim shu. Dilorom? Keyin ustoz tanlashda hammasini o'sha ikkala qizni ham fikrga qo'shilaman. Plus misol hamma odamda o'zini gapirish tili bo'ladi-ku, o'sha tili o'sha odamni qabul qiladigan tili ustoz tili bilan bir xil bo'lishi kerak deb o'ylayman. Misol jiniga tushish kerak. Hamma odam har xil tushuntiradi-ku, mana shu narsa ustozni tili bilan tushunmasa yaxshiroq ketadi. Juda yaxshi. Umuman qizlar O'zbekistonda trading sohasiga munosabat qanaqa? Men masalan yaqinda mana shu samolyotda reysda bitta opa bilan birga o'tirib qoldim va ular meni mana shu trading sohasida faoliyat yuritishimni bilganlaridan so'ng aytdilar, "Ha, meni qizim ham trading o'ynaydi." Va undan keyin aytdilar, ba'zida yutib turadi. Umuman trading sohasini hozirda nima deb tushunishadi? Masalan, tomoshabinlarimiz orasida ham shunday fikrdagilar bo'lsa, trading o'ynaladigan narsa emas, trading o'yin emas. Nimaligini mana mutaxassislarimiz hozir sizga tushuntirib berishadi. Umuman trading deganda siz nimani tushunishingiz kerakligini. Trading o'ynashni o'rgat degan savollar ko'p keladi. Lekin bu o'ynaydigan unaqa kazino yoki qimor emas. Bu bozor, moliyaviy bozor bo'lgandan keyin unga sistematik to'g'ri yondashish kerak. Ya'ni sabr, katta disiplina va intizom, bilim bilan kirib kelish kerak bu sohaga. Bu unaqangi baysel ochib yoki kazino qiladigan joy emas, gambling emas. Bu qanaqa qilib ingliz tilini o'rgangan bo'lsangiz, masalan, bu tradingni ham shunaqa qilib o'rganishingiz kerak va bunga siz uzoqroq muddat yoki qanaqadir muddat berishingiz kerak. Ya'ni bir oyda trading bo'laman, bir oyda boyib ketaman degan narsa yo'q. Lekin yana shuni qo'shib o'tishim kerak, mentor o'qituvchi bilan bu natijaga tezroq erishishga bo'ladi. Bir o'zingiz bo'lsa ko'proq vaqt ketib qolishi mumkin. Trading sohasi bu hech qanaqa o'yin emas. Albatta biz moliyaviy bozorda, butun dunyo bozorida, birjada savdo qilamiz. Aynan nima uchun o'yin yoki turli xil gamelarga talqin qilishyapti? Sababi noto'g'ri ishlayotgan boshqa traderlarda ayb. Ko'pchilik traderlarning aybi bilan bilim yo'qligidan shu sohaga nisbatan negativ paydo bo'lgan. Albatta birinchi o'rinda yuqorida aytib o'tganimdek, soha yangiligi uchun ko'pchilikda fikrlar hali joyida emas. Lekin shaxsan o'zimning auditoriyam va atrof muhitimda уже shakllanib bo'lgan to'g'ri fikrlash va yaqin 1 yil ichida bunaqa negativ fikr yoki o'yin degan so'zni eshitganim yo'q. Bu hamma tradingni qabul qilib olishgan alohida kasb sifatida.
Hozirda aynan sizni o'sha o'quvchilaringiz orasida faqatgina tradingni haqiqiy birinchi kasbim deb mana shunaqa faoliyat yuritadiganlar bormi? Juda ko'p, chunki uyda o'tirgan ayollarni ko'pchiligini o'zi kasbi yo'q. Masalan, diplomi bo'lgani bilan chiqib ishlashga vaziyati yo'q. Uyda o'tirgan ayollarni deyarli 90% mani auditoriyam alohida bitta kasb sifatida qabul qilib olishgan. 2 yil oldin men kuratorlik boshlaganman. 2 yil oldin o'qigan o'quvchilarim boshqa o'zi ishlab turgan kasbidan ham kechib, hozir faqat trading bilan shug'ullanishadi. Ajoyib, juda yaxshi, juda zo'r. Men ham hozirgina kelmasimdan oldin nima oldim, сообщение. O'quvchim уже bir haftalik daromadi yaxshigina ko'tarilibdi. $10,000 ga chiqqan. Wow! Bu endi bu 1 yillik mehnat emas, 3 yillik mehnat. No, zato ko'rishimiz mumkinki, o'z ustida odam ishlasa, harakat qilsa, sabrlilik bilan, chiroyli bilim bilan kelsa bu sohaga mumkin va juda ham hayajonlanib, o'zim ham xursand bo'lib ketdim. Потому что mani yutug'im Albatta, birinchi o'rinda. yutug'i mani yutug'im, shuning uchun xursand bo'lib, hozir mana Diloromga aytib o'tirgandim. Da. Hop, Dilorom, sizga navbatdagi savolni bersam, siz mana 3 yillik tajribaga egaman dedingiz. Masalan, bizni tomosha qilib turganlar orasida trading sohasidan umuman xabari bo'lmagan qizlarimiz bo'lsa, trading sohasiga endi qiziqyapti, nimadan boshlash kerakligini bilmaydi, hattoki qancha pul bilan boshlash kerakligini ham bilmaydi. Mana shu qizga harakatlari, boshlang'ich harakatlarni mana shuni qiling, mana shuni qiling, mana shuni qiling deb ayta olasizmi? Da, o'zi ko'pchilik aytadi, trading boshlash uchun paloncha summa kerak, katta summa kerak deydi. Trading boshlash uchun o'zi umuman pul kerak emas. Tradingni boshlash uchun prosta o'sha sohani birinchi chuqur o'rganish kerak, analiz qilish kerak. Qanaqa o'zi soha bu, bunda natijalar qanaqa ishlanadi, nima qilinadi, bu soha haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lgandan keyin bu soha o'zi menga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi deb savol berish kerak. Agar yaxshi o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lsa, o'sha agar misol mablag' bo'lmasa, YouTubedan darsliklar ko'rib, o'rganib boshlasa bo'ladi, o'zini sinab. Lekin ustozsiz, baribir mentorsiz real shotga o'tish tavsiya qilinmaydi. Chunki har xil signal kanallar, har xil narsalar bor-da. Shularga kirib, misol o'sha o'yinda, tradingda talqin qilishni boshlashgandan keyin signal kanalga qo'shilishib oladi. Uni ikkita o'sha buy sellni bosishni o'rganib olib, bosib, o'sha kiritgan pulni ham yo'q qiladi-da, keyin to'xta, men yo'qotgan pulimni yana chiqarishim kerak deydi-da. Yana pul kiritib, odam oxiri pulsiz qarzlarga botib ketadi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Bu narsada o'shanda ham aybni o'zidan qidirmaydi. Ayb tradingda bo'ladi. Prosta odam tushunish kerak. Oddiy ofisant bo'lib ishlagan taqdirda ham keladi, bir hafta misol uchun menyuni yodlaydi, menyuni topshiradi, imtihondan o'tsagina keyin uni ofisant qilishga olishadi. Endi svobodniy grafik bo'lyapti, mustaqil ish bo'lyapti. Xohlagan joyingizda pul topadigan varianti albatta sal mehnat qilish kerak bo'ladi, o'rganish kerak bo'ladi. Boshlamoqchi bo'lgan odamlar ham birinchi bu sohani yaxshiroq chuqurroq o'rganishni maslahat beraman. Keyin bu soha to'g'ri kelganda bo'ldi, men mana shu sohada dal ketaman degandan keyin o'sha o'zini tiliga mos tushadigan ustoz topib o'qish kerak. Hozir Hurli bilan obed qilib o'tirdik, o'quvchim kelgandida. Aytayapti, men ko'p ustozlarda o'qidim, lekin tushunmadim. Men birinchi webinar qilaman, bir-birimizga mos kelsak, keyin kursimda o'qishadi. Keyin o'sha qiz aytadi, webinaringizda ko'rdim-u, sraz bo'ldi, meni tilim ekan shu opa, deb anaqa to'lov qildim deb shunaqa deyapti. Keyin rosa xursand bo'ldim. O'sha o'zini tiliga mos ustoz topib, keyin dalshi ketsa bo'ladi. Ya'ni boshlang'ich etapda hali mablag' bilan emas, balki faqat oldin o'rganib, bilim olish. Chunki ana pul bilan misol kirib olishadi-da, pulni minus qilishadi, keyin ana qancha pulni minus qilib qo'ygan bo'ladi, ko'ngli ham tortmaydi, dars qilgisi kelmaydi, o'qigisi kelmaydi, faqat fikr xayoli shu pulni chiqarib olishda bo'lib qoladi. Shuning uchun ham ko'pchilik nima trading haqida noto'g'ri yomon fikrlarda bo'lib qolganda, o'zi trading shu qashshoqlik darajasidan odamni moliyaviy savodxonlikka chiqarib, o'qitib, dalshi moliyaviy mustaqillik beradigan soha. Buni o'sha aytganimdek, ozlar noto'g'ri talqin qilishadi. Qo'shimcha qilmoqchiman.
Aynan Dilorom aytganga o'xshab o'qituvchi birinchi tanlab olish kerak. Hozirgi kunda qanaqadir bepul narsalarni qidirib YouTube tiklash ham shart emas. Bepul kurslar ham ko'payib ketgan. Birinchi qiladigan ish o'qituvchi tanlab olish kerak. O'qituvchi tanlab olgandan keyin tizim bilan o'qisa ham vaqtdan yutadi, ham natija yaxshiroq bo'ladi va yangi kirib kelayotganlarga eng birinchi maslahatim hech qachon qarzga tradingni o'qishga ham harakat qilmang yoki qarzga realniy bozorga kirib savdo qilishga ham harakat qilmang. Eng katta xato mana shu bo'ladi. Birinchi yaxshi o'rganing. Dilorom aytgandek, shu soha sizniki yo'qmi, siznikimi yo'qmi? Biling, chunki shaxsan o'zim ham bir vaqtlar yoshlik qiz vaqtim qandolatchilikka qiziqqanman, o'qiganman rosa, lekin mening qo'limdan kelmagan. Уже men o'qidim, shuncha vaqt sarfladim deb afsuslanish shart emas. Nimadir oldingiz, sizga to'g'ri kelmadi, shu soha to'xtab qolmaslik kerak, boshqa sohani o'rganish kerak. Xuddi shunday tradingni ham sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi, o'qib, o'rganib, ichiga kirib ko'rganingizdan keyin bilasiz. Eng asosiy maslahatim yangi kirib kelayotganlarga birinchi ustoz tanlang, hech qachon qarzga savdo qilmang. Qo'shilaman. Lekin sabr, disiplina, bilim bo'lsa, Ustoz orqali ko'proq bilim olib, bu sohada daromad qilishga bo'ladi. Bu unaqangi nevozможный narsa emas. Qila oladi, hamma ham qila oladi, lekin kuchli sabr, disiplina va shu yaxshi ustoz tanlab, mahkam ushlab, birga ishlash kerak bo'ldi. Ana aytadi-yu, boy bo'lmoqchi bo'lsang, boy odam yonida ko'proq yurgin. O'qimishli bo'lmoqchi bo'lsang, o'sha odam yonida ko'proq yur deydi-yu, bu ham shunaqa narsa. Qizlar, sizlar endi aynan har kuni savdo qilasizlarmi? Har kuni savdo bitimlari ochasizlarmi? Yo'q, shanba yakshanba dam olamiz. Mani signal kanalim bor, o'sha XMdagi klientlarimiz uchun bepul bu va ularga zonalar beraman, signallar beraman. Bu faqat shu signal bilan ishlang degani emas, nabarot o'zingizni bilimingizga buni solishtirib kiring degan maqsadda ko'proq shunaqa analiz signallar, zonalar berib turaman va ularga bergandan keyin baribir o'zim ham kirishim kerak. Xudoga shukr, win rate yaxshi va yaxshi ketyapmiz. Shuning uchun men har kuni goldda savdo qilaman va boshqa parani hozircha nima qila olmayapman, lekin o'zimga yoqadi. Ya'ni siz goldda ishlaysiz, ya'ni oltin savdo. Oltin bilan xarakterimiz yaxshi tushadi. Shuning uchun nima sababdan aynan o'zingizni savdo qiladigan instrumentni tanlagansiz? Mana shu borasida ham, ya'ni endi boshlamoqchi bo'lgan odam tasavvur qilaylik, ustoz bilan emas, balki o'zim mustaqil o'rganaman demoqda va aynan o'ziga mos instrumentni qanday qilib topishi mumkin? Nimalarga e'tibor berish kerak? Men o'zim oltinni tanlamasdan oldin hammasida ishlab ko'rganman, hammasida back test, front test qilganman, lekin shu oltinni volatilnosti tez yurishi shu menga o'zimga ma'qul kelgan va shuning uchun oltinda to'xtaganman. Men hamma paralarda savdo qilaman. Asosan o'zimga 5 ta para tanlab olganman. Boshlang'ichlar uchun ham o'sha hammasida ishlab ko'rsin, qaysi biri mos kelsa, o'shanda ishlayveradi. Ko'pchilikka oltin mos keladi, o'sha aytgan volatilnost juda ham yuqori. Oltinda tez foyda qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun ham ko'pchilik oltinda ishlaydi. Baribir boshqa paralarda ham ishlab ko'rish tavsiya qilinadi. Как passiv daromad sifatida, misol uchun u paralar oltin bir kunda ko'p signal bersa, boshqa paralar unaqa emas. Misol bir hafta bir marta signal beradi. Bitim ochib qo'yasiz, u borib tek osa oladi, osa stopda oladi. O'zim faoliyatimga keladigan bo'lsak, men ham qizlarga o'xshab volatilnost yuqori bo'lgani uchun oltinda savdo qilaman. Ish kunlariga keladigan bo'lsak, shanba yakshanba dam olish va kunduzi soat 12 dan 6-7 gacha savdo qilaman. Kechki paytda va ertalabki vaqtda bozor sekin bo'lgani uchun kirmayman. Kechki paytda men oilaga vaqt ajratganim uchun kirmayman. O'zimning sababim bilan, lekin bozorda ishlashga kechki payt ham vaziyat ko'p bo'ladi. Faqat oilaviy sabablar bilan o'zimga tizim qilib olganman. Bir kunda 5-6 soat vaqt ajrataman. Haddan tashqari ko'p ham vaqt ajratmayman. 12 dan 6 gacha вообще idealniy vaqt deb o'ylayman oltin uchun именно. Og'riqli nuqtalar haqida gaplashsak. Aynan losga kirgan vaqtlarimizda, ya'ni pul yo'qotgan vaqtlarimizda muvaffaqiyatsiz savdo ochganlarimiz haqida eslasak, eng og'riqlisi qancha bo'lgan? Hurliman, sizdan boshlasak. Yo'q, unaqa katta bo'lmagan. Men $15 $650 qilganman. Va o'sha $650 $100 foydaligida yopmaganman va hammasini minus qilganman. O'sha vaziyat вообще menga katta udar bo'lgan.
o'shandan keyin bu xatoni takrorlamaganman. Sizlarga ham shu ko'rib borayotgan treyderlarga ham yoki будущий treyderlarga ham buni maslahat bermasdim. Unaqangi razgon qilish kerak emas. Stabilni depozitga nisbatan stabilni savdo qilinsa, o'zidan o'zi kunlik daromadingiz oshib boraveradi. Faqat shu sabr bilan kelish kerak. Shu narsa meni eng xotira bo'lib qolgan narsa shu. Bundan keyin bu narsani qilmaganman lekin. Bu где-то 1 yil oldin bo'lgan bu narsa. Eng daromadlisi haqida ham aytib keting, Murat olas. Xo'p, men stabilniy tradingga zaman, ya'ni я за stabilniy trading kunlik daromadimga keladigan bo'lsa, minimum shu $200 atrofi va eng ko'pi $3000 bo'lgan va lekin 2-3 kun savdo qilmaganman u payt. Xursandligimdan va nafsimga nima qilib ketaman deb, berilib ketaman deb depozit $200 bo'lgan. 26-yanvar oltin oqib ketdi-ku. Selda edik, live trade qilayotgandik. Hayronman, live trade'dagi emotsiyalarni endi tasavvur qilib bera olmayman, потому что bu men uchun juda ham katta summa edi. Birdaniga 1000 pipsmi, 2000 pipsmi? Sizni riskingiz bo'lganda. Da, keyin lekin o'zimga kelib olay 2-3 kun savdo qilmay yurganman, bozorda analiz qilib. Nimaga unaqa bo'ldi? Nimaga tushib ketdi? Lekin zo'r bo'lgan. Albatta. Zo'r bo'lganda. No, kunlik hozirgi daromadim shunaqa $200. Endi undan ko'paysa ko'payadi. Lekin pasaytirgim kelmayapti hozircha. Juda zo'r, juda zo'r. Dilorom, sizdachi? Men tradingni birinchi boshlaganimda XM $30 bonus berayotgan paytga to'g'ri kelganman. O'sha bonus bilan ishlab $115 qilganman va o'sha pulni yechib olganman. Keyin u pulni yechib olganman, ishlatganman, qolganini уже qiziqishib ketib, yana qolganini depozit qilganman va ishlash davomida o'sha riskni oshirib olganman. O'zim tushunmagan holda slif qilib olganman pulimni. Keyin shu bilan to'xta, demak, yana ham yaxshiroq o'qish kerak ekan degan. Keyin mentor, ustoz qidirishni boshlaganman. Bekzod Sharipov topganman, kurslarda o'qiganman. Ustoz zo'r tushuncha berishgan. O'qib, o'shanda stabilnost qanaqa bo'lishini o'sha ustozda o'qib, o'rganib, amaliyotda qo'llab kelganman. Plus, уже 1 yildan keyin ustoz aytgan hamma narsasini qo'llab stabilnostga chiqqanman. Ya'ni kuniga birinchi $50 dan topganman, keyin $100 dan. Уже hozir kunlik har xil $200-300 bo'lib ketadi. Natija shunaqa. Уже sliflar ham qoplanib, foydaga ham chiqib bo'lganman-da. Menda xotiralar juda ham katta, ayniqsa raqamlar katta desam ham bo'ladi. Sababi bu sohaga kirib kelishimdan oldin o'zim psixolog bo'lganman, daromadim yuqori bo'lgan. Yuqori pul bilan, kattaroq summa bilan sohaga kirib kelganman. Yo'qotishlar ham kattaroq bo'lgan, foyda daromadlar ham kattaroq bo'lgan. Aynan 3 yil davomida birinchi summa albatta $500 bilan kirib kelganman sohaga. Unda ustoz bo'lmagan, o'zim bilmagan holatda noto'g'ri savdolar orqasidan birinchi yo'qotgan summam $500 bo'lgan. Men uchun oylik topadigan daromadim oldida $500 bilinmagan, chunki oyiga $5000-6000 daromad topadigan psixolog bo'lganman. Va yana qayta bilim olib, tajriba oshirib, savdo qilish jarayonida o'tgan yili 1 yil oldin bunda bozor volatilnostga qarab yangilik vaqtida $25000 minus qilganman. Eng katta faoliyatim davomidagi minus bo'lgan. Bir kun o'zida bo'lgan bu. Kattaroq risk, yangilik paytidagi savdo bo'lgan. Shuni hisobiga $25000 minus qilganman. Oxirgi 1 yil ichida daromadim hisoblaydigan bo'lsam, общий oldingi minuslarni chiqarib tashlagan holda $100,000 dan ortiqroq 1 yildagi daromadim bu trading sohasidan. Xatolarga keladigan bo'lsak, stabil ishlamaslikni oqibatida juda ko'p minus qilganman. Stabil daromadga o'tganimdan keyingina doimiy har kunlik pul yechishga o'tganman va hozirgi kunda kunlik daromadim $500. Kunlik kamida. Chunki bozorda vaziyat bo'lsa, kattaroq risk qilinadigan vaziyatlar bo'lganda kuniga $5000 topadigan vaziyatlarimiz ham bo'ladi. Kamida $500 dan bu 3 yillik tajribani natijasi. Yana yangi ko'rayotganlarga eslatib o'tmoqchiman. Bu 3 yillik tajribani natijasi. Kunlik daromad depozitga nisbatan kattaroq depozit bilan ishlaganim uchun bu. Kichkina depozit bilan ishlaydigan yangi kelgan o'quvchilarning hammasiga har doim aytaman, kunlik daromadni $10-15 dan uyog'iga maqsad qilmanglar. Siz birinchi bu sohadan pul yeching,
foyda qiling, kartangizga yechib oling. Asta-asta etapma-etap daromadingizni oshirib borasiz. Qizlar, endi sizlar bilan ozgina red flag mavzusiga o'tsak, men sizlarga savollar beraman va sizlar aytinglar, mana shu narsa sizlar uchun red flagmi yoki red flag emasmi? Ya'ni nima deb tushuntirsak bo'ladi red flagni agar bilmaydiganlar bo'lsa? Menimcha hamma bilsa kerak. Red flag deganda nimani nazarda tuttirganimizni, ya'ni oramizda turmush qurganlar, turmush qurmaganlar, Hamma turmush qurgan. hamma turmush qurgan. Oilali, farzandli. Tasavvur qilaylik, turmush qurmagansizlar deylik. Endi bo'lajak kuyov to'ra treyderlar deb hisoblasak, sizlarga savol. Aynan har bir savdoni plyusga yopadi, lekin oilada kenja o'g'il. Red flag emas. Yo, green Green. flag. Bu yerda hamma kenja o'g'illarga erga tekkanlar. Yo, главный plusda ekan-ku. Yo'q, главныйsi trader. Men uchun. Ajoyib. Xo'p, strategiyam bor deydi, lekin har kuni boshqa strategiyalarda, yangilarda ishlaydi. Red. Yo, red. Bunisi red flag. Bu hayotda ham juda red flag. Boshqa strategiyalar bilan yurish yaxshi emas. Faqat va faqat sizni nima demoqchiligingizni endi tushundim. Bittasiga sodiq qolish. Okay. Xo'p, faqat va faqat aynan ijtimoiy tarmoqlarda plyusga yopilgan stelkalarni ko'rsatish. Red flag. Red flag. Red flag. Qo'pol qilib aytganda moshenniklik desa bo'ladi. Ya'ni har qanaqasiga Ko'rsatish minusga kerak. yopilish ham uchrab turadi. Uchraydi, hammada bo'ladi. Oddiy holat. Hammada uchraydigan oddiy Bozor holatida bu. Aha. Stop loss qo'ymaydi. Red flag. Red flag. Red flag. Bezubetka qo'ysa bo'ladi lekin. Yo'q, lekin yangi kirganlarga bu maslahat etilmaydi, конечно. Professional trader bo'lsa, bezubetka qo'yib ishlasa, o'ylab ko'rish mumkin. Stop qo'ymasa ham zararda yopa olish kerak. Da. To'xtata olish kerak o'zini. Tradingim faqat plyusga deydi, lekin depozitni qayta to'ldiraveradi. Red flag. Red flag. Men uchun green, chunki har kunlik depozitni yechib o'zini psixologiyasini to'g'irlash uchun qayta depozit qiladiganlarni ko'p ko'rganman. Savdoga kirmaslik uchun ham depozit yechib olishadi. Har kuni yangi savdoga yangitdan depozit qilib kiradi. Sizchi? Menga farqi yo'q. Bu narsa menimcha unaqa red ham emas, green ham emas. Psixologiyani to'g'irlab qolish menga normal. Xohlasa kunda qilsin, xohlasa haftada bir qilsin bo'ladi. Normal. Intizomim juda kuchli deydi, lekin ikkita losdan keyin risk management bilan umuman tanish emas. Yo'q. Red flag. Red. Da. Intizom bo'lgan odam O'zi umuman qizlar mana shu intizom deyishadi-yu, tinimsiz. Nima nazarda tutiladi? Mana shu intizom deganda qisqa lo'nda qilib tomoshabinlarimizga tushuntirib bersin. Именно tradingdagi intizom bu bitta sistemaga sodiq qolish, bitta sessiyada ishlash, bitta instrumentda ishlash o'sha kunlik planga sodiq qolish. Ya'ni kunlik planingiz 20-30 dollarmi bo'ldi. O'sha payt chiqib ketish kerak bozordan. Bu buzildimi, o'sha intizom buzilsa, o'sha stabilnost ham yo'q qoladi, o'sha bu payt odam o'zini ham yo'qotib qo'yadi. Shuning uchun men shunaqa deb tushunaman o'zim. Trading o'zi odamga, ya'ni как oynada, o'zi hayotda qanaqa odam bo'lsa, treyder ham xuddi shunaqa odam bo'ladi. Ya'ni hayotda tartibsiz odam bo'lsa, tradingda ham hech qachon disiplinaga o'talmaydi. Faqat hayotini birinchi o'rinda tartibga solib, keyin уже tradingga qarasa ham, ishlasa ham, trading ham stabil, tartibli bo'ladi. Ya'ni intizom deganda biz psixologiyani nazarda tutsak bo'ladi. O'zim psixolog bo'lganim uchun meni o'quvchilarimni va kurslarimni yutug'i mana shunda. Ya'ni o'quvchilarimga tradingda bilimdan, analiz strategiyalardan ham ko'ra birinchi o'rinda psixologiyasini boshqarishni o'rgataman. Aynan qanday intizomni shakllantirishni o'rgataman. Chunki hech qaysida ham baribir noldan kelgan tradingga kirib kelgan o'quvchilarda intizom bo'lmaydi. Hamma ham xato qiladi, hamma ham bosqichlardan o'tadi. Majburmiz bosqichlardan o'tishga. Kimdir oson, kimdir tez o'tadi. Aynan tajriba va vaqt intizomni shakllantirib beradi. Va bu yo'lda ustozingiz ko'proq yordam beradi. Yaxshi ustoz, psixologiyasi mustahkam ustoz bo'lsa, tezroq o'tib ketasiz. Hurliman aytib o'tgan
bosqichlarni shakllantirib olish kerak. Hech kimda birdan paydo bo'lib qolmaydi. O'shani intizomni shakllantirishga, yo'lga qo'yishga harakat qilish kerak. Odam o'zi harakat qiladi. Misol uchun sportga, zalga qatnasak ham birdaniga chiroyli figura bo'lib ketmaydi-ku. Qatnaveramiz, natija ko'rinmaydi, lekin qancha ko'p qatnaganimiz sari oxirida natija bo'ladi. Bu ham treyning ham xuddi shunaqa, intizom ham xuddi shunaqa narsa. Sekin-sekin rivojlanadi, shakllanadi. Tradingda omadni o'rni qanchalik muhim? Omadga ham bog'liqmi? Yo'q, shaxsan men intuitsiyaga berilgan o'quvchilarim va treyderlarni natijalarini ko'rmaganman. Bu yerda ko'proq baribir bilim ham rol o'ynaydi. Psixologiya deganda ham intuitsiyaga, ichki nima deydi, hissiyotlarga bog'liq narsa emas. Naborot, intizom, o'zini boshqara olish mana shu narsaga bog'liq narsa. Ya'ni men omad degan narsa bu sohada rol o'ynamaydi. Alohida bitta kasbda xuddi mana o'qituvchilikda omadingiz rol o'ynaydimi? Yo'q, bilim, harakat, tajriba rol o'ynaydi. Xuddi shunday treyderda ham trading sohasida omad rol o'ynamaydi, harakat, tajriba, bilim. 99% o'z ustida ishlash. 1%dir balkim omaddir, lekin 99% o'z ustingizda ishlasangiz, tinmasangiz, to'xtab qolmasangiz, albatta natija bo'ladi. Albatta bo'ladi. Dilorom, siz nima deb o'ylaysiz? Agar men bunaqa deb o'ylayman, agar odam o'zi shu narsani ichidan tushunib yetmasa, ming tizim, disiplina deb o'rgatib tushuncha berganingiz sari odam o'zi tushunmasa, qilolmaydi baribir. Odam o'zi ichidan ruhiyati bilan tushunish kerak-da bu narsani qanaqa, nima, misol ishdan keladi, charchagan bo'lsa ham, misol yuzimizga o'xotda oladigan bo'lsak, ertalab ham kechqurun ham qilish shart. Ya'ni yuzda natija ko'rish uchun charchagan bo'lsa ham qilish kerak, boshqa narsa bo'lsa ham shu narsani shakllantiradigan odam любой o'sha sohada tizimda ham shakllantirib ketadi. O'zini majburlash kerak. Kayfiyati yo'q bo'lsa ham, kasal bo'lsa ham shunda natija bo'ladi. Rahmat. Qizlar, endi hammaga umumiy savol. Mana hamma trading sohasida qaysidir darajada yutuqlarga erishgan qizlar davrasida o'tiribman. Shaxsan men xursandman juda ham. Xo'p, endi aytinglarchi, mana shu muvaffaqiyatga erishishda qanaqadir sizda odat bor, lekin boshqalarda yo'q. Mana shunaqa siri bormi? Biror bir. Mana shu bilan bo'lishsanglar, tipa life hack deymizmi? Aynan kundalik savdolaringizda qanaqadir odatlaringiz bormi? Ya'ni foydali odat. Menda shunaqa odat bor. Har safar savdo ochganimda stop loss take profit qo'yaman. Bo'ldi, boshqa ishlarim bilan qilib yuraveraman. U bitim stop loss olsa oldi yoki take profit olsa oldi, уже все. Keyin keyingi tasdiqni kutaman, yana xuddi shunaqa ketaveradi. Bu narsani shamda har bitta o'ynashiga qarab o'tiradiganlar borda, bu narsada odam psixologiyasi buziladi, anaqa kutaveradi, vaqt sekin o'tadi. Undan ko'ra har safar aytaman o'quvchilarimga ham, stop loss take profit qo'yinglar, boshqa ish bilan band bo'linglar. Bu o'zi yurib ketib olaveradi. Ya'ni tizimga tushib olsanglar, 1000 stop loss 10 ta bitimdan 5 ta stop loss, 5 ta take profit olgan taqdirda ham tizim shunaqa bo'lishi kerak traderda, doim depozitni foyda chiqarish kerak. Shunaqa tizim qilib olsa, уже все ketaveradi odamda. Ya'ni xavotir bo'lmaydi. Misol uchun hozir menda уже stop loss olgandan stop loss bo'lsa ham ahamiyat bermayman. Shunaqa bo'lib qolgan. Take profit bo'lsa ham umuman ahamiyat bermayman. Baribir depozit foyda chiqaveradi avtomatik. Уже bu vasha zo'r tizim bo'ladi. Menda bo'lsa sabr kuchli deb o'ylayman, потому что bu sohaga kirib kelmasdan oldin yaxshilab o'rganganman. Shu emotsiyani o'sha $15 keyingi voqeadan keyin вообще emotsiya yo'qolgan. Hozirda emotsiyasiz savdo qilaman. Bu ham menimcha plyusim bo'lsa kerak. Endi minusimni aytib ketmoqchiman. Overthinking, overanalyzing, bir xillari juda ham ko'p analiz qilaveraman, juda ham ko'p tasdiq izlayman va bu gohida yaxshi, gohida bu juda ham charchatadi odamni. O'shaning uchun bozorni qiyinlashtirmay, yaxshi analiz qilgandan keyin bo'ldi, shu Dilorom aytganidek, take profit va stop loss qo'yish kerak bo'ldi. Va lekin sabr va shu emotsiyani aralashtirmasangiz, sabr bilan kelsangiz yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi. Men o'zimdagi yaxshi tomonga keladigan bo'lsam, rivojlanish, nafaqat bu sohada, umuman o'zi hayotda shunaqa odatim bor.
har kungiga nisbatan, har oyiga nisbatan rivojlanishga harakat qilaman. Aynan sohaga bog'laydigan bo'lsak, yangiliklarni o'rganishga doim harakat qilaman. Bugungi kundan ertangi kunim yaxshiroq bo'lish uchun harakat qilaman. O'quvchilarimga ham doim o'rgatib boraman. Mani kursimni tugatdingizmi, to'xtab qolmang. Bilim hech qachon oxiriga yetmaydi. Imkon qadar ko'proq narsa o'rganishga, ko'proq tajriba orttirishga harakat qilinglar. Yana ham rivojlaninglar. Foydadaman deb to'xtab qolish kerak emas. Masalan, o'zim ham psixologiya sohasida juda katta daromadda bo'lganman, lekin yana ham rivojlanishga harakat qilib, trading sohasiga kirib kelganman. Ajoyib. Xo'p, endi xuddi shu savolni teskarisini bersam qizlar, ya'ni sizda qanaqa yomon odat bor edi, mana shu tradingga xalaqit qilgan va agarda undan xalos bo'lgan bo'lsangiz, mana shuni ham aytavering, agar xalos bo'lish jarayonida bo'lsangiz, bu ham qaysidir ma'noda tomoshabinlarimizga, bu man-ku, menga ham demak mana shu xalaqit qilayotgan ekan degan narsani tushunib qolishingizga. Birinchi, men o'zimning xatoyim bu sohaga kirib kelib tez boyib ketish. Tez boyib ketaman degan fikrdan voz kechinglar. Ayniqsa yangi kirib kelayotganlar, tez boyib ketishni emas, shu sohani o'rganib, shuni kasb sifatida o'zingizga qabul qilishni oldingizga maqsad qiling. Pul o'zi sekinlik bilan kelaveradi. Albatta plyusda bo'lasiz va yuqori daromad o'zingiz xohlayotgan hozirgi daromadni ham vaqti keladi olasiz. Faqat birinchi kirib kelgandan, birdaniga birinchi yilning o'zidan, nima deydi, internetda ko'rayotgan turli xil havoyi pullarga sarflamanglar e'tiboringlarni. Va yuqorida aytish esimdan chiqdi. Yaxshi odatim esimdan kelib qoldi. Meni bitta zo'r odatim bor. Hech qachon bu kasbdagi emotsiyalarim, sohadagi faoliyatimni, ishlarimni oilaga va boshqa hayotiy tarzlarimga aralashtirmayman. O'zimni boshqara olaman. Hech qachon ham savdo meni oilamga yoki boshqalar bilan munosabatimga ta'sir o'tkazmaydi, chunki bu alohida bitta kasb deb o'zimga qabul qilganman. Va boshqalarga ham shuni maslahat berardim. Minus qilgan vaqtda ayniqsa ko'proq bilinadi. Plyusku mayli, yaxshi kayfiyat. Lekin minus qilganda ko'pchilik tushkunlikka tushganda boshqalardan stressni chiqarishga harakat qiladi. Bu eng yomon narsa. Menda bu narsa yo'q. Men shundan faxrlanaman. O'quvchilarimga ham o'rgatishga harakat qilaman. Qanchalik ko'p stressingizni boshqadan chiqarishga harakat qilsangiz, bu narsa avjiga chiqib ketadi. Naborot, uni ustida ishlab, aynan xatoyingiz yoki minusingiz ustida ishlab, o'sha yerni o'zida agar ishlashga hozir minusdagi holatingiz bilan o'sha xatoyingizni o'rganishga ham vaziyatingiz bo'lmasa, shunchaki sizni kayfiyatingiz ko'taradigan boshqa mashg'ulot bilan shug'ullaning. Atrofdagilarga yomon ta'sir o'tkazmasin. Men birinchi o'sha kirib kelganimda overtrade qilardim, ya'ni ana signal bormi, boshqa bormi kutib o'tirardim-da. Shuni stop loss ham qo'ymas edim. Ya'ni stop loss qanchadir o'sha miqdor minusda majburiy yopiladi. Yo'q, yopilmasin dedim-da, slif bo'lgan holatlar ham ko'p bo'lardi. Overtrade, ya'ni kun bo'yi faqat o'tirib olib, faqat trade qilib o'tirish ham bu zararga ishlaydi. Shu narsadan o'sha voz kechganman, o'sha 6 oy bo'lganda minuslar qilib bo'lganda to'xtatdim, shu narsani to'xtatdim. Qanchadir o'sha tizimlashni boshladim. O'rgandim, ishladim. Misol uchun stop lossdan qo'rqmaslik kerak-da. Umuman stop loss bo'ladigan narsa. Prosta shunaqa nisbatda ishlash kerak. O'sha aytganimdek, stop loss bilan take profit orasi o'sha belgilangan narsa bo'ladi. Depozit foydada chiqaveradi. Shunaqa savdo qilish kerak. Yo'q, stop loss hozir mana shuncha minus bo'ladi deb o'ylab o'tirsa, o'sha bag'idan ves depozit yo'qotib qo'yadi. Misol bozorga вообще farqi yo'q-da. $10,000 plyus bo'lsa ham overtrade qilaversangiz yokida stop loss qo'ymasangiz nolga tushirib qo'yadi. Bu narsa odamga qattiq ta'sir qiladi. Shu narsalarni oldini olish uchun ham overtrade umuman qilmanglar, maslahatim. Plus stop loss qo'yinglar. Eng muhimi shu. Hurliman. Men aytganimdek, shu overthinking, overanalyzing, slishkom ko'p tasdiq qidirib, unaqa qiyinlashtirmaylik. O'zi nechta tasdiq olasiz siz? Men shu avval endi kirib kelgan paytim 1 yil faqat demoda ishlaganman. Ishonchim komil bo'lishi uchun va keyin ustozimni, shu malayziyalik ustozim o'zi aytgan, depoziting yo'qmi, nimaga hali ham demoda yuribsan, savdolaring yaxshi deb. Juda ham risk qilishga juda ham astarojniy trader bo'lganman. Risk qilishim juda ham qiyin bo'lgan. Bu ham minus aslida. Risk katta qilish ham minus, lekin risk qilmaslik ham yomon narsa-da bu. Sekin-sekin o'sha narsaga o'rganganman. Unaqangi qiyinlashtirma bozorni. Bozor oson. Mana tasdig'ing bor. Hozir H4 bilan shu M15, M30 eng yaxshi ko'radigan time frame'larim. O'shalarda savdo qilib,
bir ikkita tasdiq bo'lsa, u yerinroq kiraman hozir. Avvalroq bu cho'zilardi. Ko'proq cho'zilardi va ko'proq front testda, ya'ni hozirgi bozorda analiz qilib ko'proq yurib qolganman va maslahat berardimki, bunaqa o'zinglarni qiynamanglar, lekin yaxshi ustoz topsanglar, albatta riskka amal qilgan holda buni ishlab ko'rish kerak. Xo'p, qizlar, endi hamma aytdi qaysi instrumentlarda savdo qilishini. Shunaqa vaziyat bo'lsaki, o'zingiz instrumentingiz yo'q, lekin siz savdo qilishingiz shart. Mana shunaqa vaziyatda qaysi instrumentda endi siz hammasini qilarkansiz? Mana shularning ichidan birortasini ayting, endi sizlar ikkalanglar oltindan boshqasini tanlash kerak va albatta nima sababdanligini ham keltirib o'tsak. Men Euro USD da ishlaganman oldin. Shu uchun tajribam bor uchun Euro USD ni tanlayman. Bitcoin. Bitcoinda ham volatilность yuqoriroq nisbatan va foyda yaxshiroq bo'ladi. Shu ikkita parada savdo qilganman ancha va bundan keyin agar vaziyat bo'lib qolsa, shu oltinda savdo bo'lmay qolsa, shu ikkita parada savdo qilgan bo'lardim. Silverni tanlagan bo'lardi. Endi aytmoqchi silverchi. Da Hag USD yoki hozir globalniy mana bu trend bo'layotgan US oil, ya'ni neftda. Nimaga neft emas? Nimaga neft emas? Neftda. Yo'q, neftda savdo qilgan bo'lardi. Savdo qilgan bo'lardi. Silver yoki neft. Aha, shu ikkalasidan bittasi. Dilorom, sizchi? Oltindan boshqa bo'lsa, How Euro bilan kumushni tanlagan bo'lardim. Chunki oltindan ham kumush volatilnigi yuqori, zo'r ishlasa bo'ladi. No, endi unga kattaroq depozit kerak bo'ladi. Euro USD ham как nimaga oltinga o'xshab yuradi почти. Funt USD ham shu Euro USD bilan yaxshi почти bir xil yuradi. GBP USD. Da. Sizlarga misol uchun $1000 depozit berilsa, mana shuni maksimal darajada foydali qilib, ko'paytirish deylik, qo'pol qilib aytganda, qanaqa taqsimlardinglar? Qaysi instrumentlarga qanchasidan bo'lib chiqqan bo'lardinglar $1000 ni? Men 001 dan Goldga bitta ochib qo'yardim. Bayga. Всё, shu yetadi. Ketkazadigan vaqtdan ko'ra Goldga kirib bitta savdo qilganim afzalroq. Bittada. Aha. Da oltinga kirardim. U bergan emotsiyani hech bir para bera olmaydi. Oltinda baribir. Chiroyli vaziyat qidirardim. Swing trade qilib. Eng muhimi hozir hammamizda, chunki Goldda, oltinda tajriba yuqorida. Shu uchun ham ishonch bilan oltinda savdo qilamiz. Xarakterni tushunamiz, nastroyeniyasini tushunamiz. Qanaqa payt nimaligi, jinniligi tutib ketadi, o'shani ham bilamiz. Уже hammasi ochiq oydin bo'lib qolgan уже. Ancha kelishib olgansiz. Da, yaxshi kelishib olganmiz. Boshqa parlar anaqa spokойно yuradi-da. Misol, bizdami всё yuradi. Oltin bir qiziqtirib sizni bir nimalar adrenalin berib yuboradi-da. Sizlar demak, uchalanglar ham XM brokeri bilan ishlaysizlar, tushunishim bo'yicha. Xo'p, mana shu brokerni tanlashda o'zi nimalarga ahamiyat bergansizlar? Nima uchun aynan XM? Nima sharoitlari bor, misol uchun treyderlar uchun? Mana shunga ham to'xtalib o'tsak. Birinchi men boshlaganimda o'zi XM dan registratsiya o'tib, o'sha bonusda boshlaganman. Meta 5 ga ulamaganman, platforma o'zida ishlaganman. Platformani o'zi ham qulay edi. Buy sell ochganingizda ham qatib qolmaydi, yopganingizda ham tez yopiladi. Orderlar tez bajariladi. Shunisi rosa yoqqan menga. Misol uchun hisoblari ham har xili bor, islomiy hisob bor, standart bor. Ya'ni bonus beradi, bonus beradigan spread ozgina balandroq. Bonussizlari ham bor, mikro, xullas hamma bunday kirgan odam uchun o'ziga mos bemalol hisob tanlab ishlasa bo'ladi. Ortiqcha yashirin komissiyalari yo'q. Men har safar bunaqa holat bo'ladi-da, qayerga chiqayotgan bo'lsam, plastik pulim qolmagan bo'lsa, sразу XM ga kiraman, pulimni yechaman-da, taksiga ketayotgan bo'lsam. Keyin sразу 1 minutda tushadi. Taksini olib shunaqa qulayliklari ham bor. Shu eng zo'rali. Pul вообще tez tushadi. Maza qilib ishlasa bo'ladi. Ishonch, uvereniz. Menga XM ning qulayligi support xizmati bo'lgan, ya'ni menejerlar juda ham tez javob berishadi. O'zbek tilida. O'zbek tilida va telefon orqali ham kerak bo'lsa, juda ko'p muammolarni hal qilib berishgan. Aynan kurator bo'lganim uchun menga o'quvchilarim orqali ko'p muammolarni hal qilganman. Ularning muammolarini shunda menejerlar juda tezlikda va eng muhimi chiroyli muomalada, kayfiyat ko'tarib javob berishadi. Bu men uchun qulaylik. O'quvchilarimga oladigan bo'lsam, bonus birinchi o'rinda. XMda hammani o'ziga jalb qila olgan, juda katta bonus beradi va bizani savdo qilishimizga 2 baravar yordam beradi. Masalan, oddiy ayollar ko'pchiligi, o'quvchilarim birinchi
kam $50 $100 bilan bozorga kirib kelishadi. Bu albatta trading sohasida judayam nima nerealniy summa aslida savdo qilishga, lekin XM brokerdan foydalanganimizda buni bizga bonus sifatida ko'proq depozit qilib imkon berishadi va savdolarni xavotirsiz keyin amalga oshiramiz. Da, treyderlarni o'ylaydigan yagona broker deb o'ylayman. Ishonchli, judayam payoutlar judayam tez va boshqa shaharda, boshqa davlatda bo'lsam ham, Malayziyada bo'lsam ham, masalan, boshqa brokerlarda pul chiqarishda judayam katta muammolar bo'lgan, lekin imенно shu XMda umuman hech qanaqa muammo bo'lmagan. Hammasi oson va ishonchli bo'lgan. Trading stressiy soha. Endi broker ham masalan stressiy bo'lsa juda ham qiyin bo'ladi. Bu bo'yicha XM bizga stress emas, nabarot поддержка beryapti, da anti-stress bo'lyapti. Shuning uchun rahmat kattakon. Da o'zimni shogirdlarim, boshqa Qoraqalpog'istondagi treyderlar nomidan ham rahmat. Juda ham yaxshi natijalar ko'rsatib, payoutlar ham yaxshi bo'lyapti. O'shaning uchun rahmat hammasiga. Bo'li ayollarni shunaqa zo'r поддержка qilyapsizlar. Juda ham XMga вообще minnatdorman. O'sha galada ham Lizepa keyin o'sha boshqalari kelganda ham juda ham samimiy odamlar. Ayollarga, ya'ni rivojlanishi uchun, ayollar moliyaviy erkin bo'lishi uchun shunaqa zo'r sharoitlar yaratib berayotgani uchun kattakon rahmat aytaman. Shu duo qilaman. O'tgan safar webinarim, например, ayollar uchun bo'ldi. Ikkita o'quvchim, bittasi iPad yutib oldi. Вообще xursand bo'lishdi. Bu juda ham hech kim qilmaydi-da bu narsani. Hech bir broker qilmaydi bu narsani. Umuman возможность ko'p. Da, возможность ko'p. Shuning uchun yaxshi ko'ramiz desam. Do'stlar, haqiqatdan ham aynan XM brokeri tomonidan juda ham ko'plab vebinarlar, seminarlar tashkillashtiriladi. Siz albatta ushbu tadbirlarda qatnashing. Bu yerda oladigan foyda nafaqat bu qimmatbaho sovg'alarda, eng birinchi o'rinda siz o'zingizni bilimlaringizga katta sarmoya qilgan bo'lasiz. Bizda seminarlarimiz, vebinarlarimiz bepul, bemalol qatnashish mumkin bo'ladi va albatta bunda mana shu sohada uzoq muddatdan beri faoliyat yuritib kelayotgan tajribali ustozlardan juda ham qimmatli bo'lgan ma'lumotlarni olasiz. Ya'ni ular sizga o'zlari ishlatadigan strategiyalarni ham o'rgatishadi. Aynan mana shu tadbirlarimizda va bundan tashqari mana siz aytganingizdek, qimmatbaho sovrinlarni ham yutib olish imkoniyatingiz bo'ladi sizda. Xo'sh, qizlar, endi risk haqida, stress haqida gaplashib o'tdik. Boya mana shunday nomiga endi mana shuni chuqurroq gaplashsak. Aynan stressni qanaqa qilib yengasiz? Mana shu haqida. Stress birinchi nimadan kelib chiqishini ko'rish kerak. Agar slifdan bo'lsa, to savdo qilmasdan ozgina dam olgani yaxshi. Agar keyin oilaviy qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa ham, stressiy holatlarda savdo qilish tavsiya qilmayman. Chunki bu ta'sir qiladi-da savdoga. Bu narsani agar misol uchun men o'zim ko'proq shopping qilsam, nimadir qilsam, menimcha hamma ayol shunaqa bo'lsa kerak. Ana shopping qilsa kayfiyat xursand bo'lib ketadi. Xursand bo'lib keyin farzandiga nimadir olib bersa, farzand unga emotsiya bersa, juda ham xursand bo'lib ketadi. O'sha odam o'zini nimadan xursand bo'lishini bilib, stressdan chiqish uchun o'sha narsani qilish kerak menimcha. Xo'p, menga eng motivatsiya beradigan narsa hozir shuni o'zimga shunaqa life hack qilib olganman. Masalan, bugun savdo qilsam, uni kechqurun chiqarmayman, ertalab payout qilaman. O'sha rostdan ham good morning bo'ladi-da menga. Rost nastroyeniyam ko'tarilib, payoutlarni ko'rib, o'sha bozorga optimistichni относиться qilaman. O'sha motivatsiya beradi o'sha payoutlar. No, albatta stop loss bo'lgan taqdirda ham bu normalniy narsa, normal holat qabul qilish kerak. 1-2 soat grafikka qaramayman. Musiqa tinglab yoki shopping qilib yoki kitob o'qib yoki prosta uxlab dam olib, undan keyin o'sha yangi setup, yangi analiz bilan savdoga kiraman. Juda ham yordam beradi. Men endi o'zimga keladigan bo'lsam, menda joylashib ketgan risk yoki stresslarni yengish u oddiy hol bo'lib qolgan, lekin yangi kirib kelayotganlarga maslahat bermoqchiman. Trading sohasiga yangi kirib kelayotgan o'quvchilar aynan riskni boshqarishi va stressga tushganda yoki men stress albatta shu sliv yoki minuslar orqasidan kelganda shuni boshqarish bu ustoziga ko'proq bog'liq.
yaxshi o'zizga mos bo'lgan ustozni mahkam ushlang-da. O'sha ustozingizni tizimiga tushib olguncha, o'sha psixologiyangizni to'g'irlab olguncha, riskingizni to'g'irlab olguncha, o'sha stressga tushadigan vaziyatlardan chiqishni o'rganib olguncha uni qo'yib yubormang. O'zizga to'g'irlab olganingizdan keyin bu oson narsa bo'ladi. Ya'ni ustoz bilan bu yo'ldan osonroq o'tasiz. O'zingiz o'tgandan ko'ra. Men o'zimning tajribamdan aytaman, qiyin o'tganman. Chunki ustoz bo'lmagan. Bizda 5 yil oldin deyarli ustozlik topish qiyin edi. Shu uchun bizda qiyin bo'lgan o'tish, lekin hozir sizda variant juda ham ko'p, o'qituvchilar ko'pligi uchun. Yagona maslahatim kirib kelayotganlar, yaxshiroq ustoz tanlab olinglar. Daromadga chiqishingiz ham oson bo'ladi, stresslarni o'tkazish ham oson bo'ladi. Komanda bilan birgalikda ishlasangiz, riskni zo'r yo'lga qo'yib olasiz. Shaxsan biza akademiyamiz bilan, meni akademiyamda 10 ta kurator faoliyat yuritadi o'qitishda. Aynan ular bilan birgalikda juda ko'p challengelar tashkillashtiramiz. Ya'ni challengedan maqsadimiz ayollarga qanaqa tartibda ishlayotganimizni ko'rsatish, qadamma-qadam va ular bilan birgalikda savdo qilish. Savdoga kirdingmi, birgalikda kiramiz. Qanaqa sabr qilayotgan bo'lsak, ular ham biza qatori sabr qiladi. Qanaqa risk qilayotgan bo'lsak, ular ham biza qatori risk qiladi va masalan, hammada ham minus bo'ladi. Minus bo'lganimizda qanaqa vaziyatdan chiqib ketamiz? Va muhimi, o'qituvchi motivatsiya berib turadi. O'ziga ishonmasa ham, o'quvchi bilimiga ishonmasa ham, tepasida o'qituvchi turgani uchun o'qituvchisini bilimiga ishonib ham motivatsiya olib, stressdan chiqib ketishi osonroq bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa challengelar tashkillashtiramiz va yangi kirib kelayotganlarga ham tavsiya qilaman. Komanda bilan shunaqa challengelarda stabil ishlashni o'rganib, sohadan foydalanishgan yaxshi. Shunaqa shu XM mana har safar aytaman, ayollarni jamlab bitta community qilib zo'r nima qilgan, chunki baribir atrofingizdagi odamlar ham rol o'ynaydi. Misol kimdadir minus bo'ladigan bo'lsa, qolganlarda plus bo'ladi. Ha, ular ham ishlashyapti deb, keyin bu odam ham to'xtab qolmaydi-da. Atrofingizdagi muhit sizni muhitingiz bo'lishi kerak. Traderlar, misol men boshqa klubga tushib qolsam, hech kim mendaqa o'ylamaydi, hech kim mendaqa fikrlamaydi, begonadaqa bo'ladi. Men bunaqa trader ayollarni klubga tushib qolsam, o'sha aytadi, в тарелке своей deydimi, shunaqa his qilaman o'zim. O'shuning uchun community juda ham katta rol o'ynaydi. Juda ajoyib. Xo'sh, qizlar, boya siz aytib o'tdingiz, Hurliman shundoq ilib oldim. Mana shu gapingizni, musiqa, mana shu asosan aynan savdo qilayotganingizda qanaqadir musiqalar eshitasizlarmi? Nima sizlarga aynan kayfiyatni ko'taradi? Qaysi musiqani oxirgi paytlarda tinglayapsizlar qani? Hit parad qilib yuboraylikchi. Coachella, Justin Bieber. Oh my god, that should be me. Yes, that should be me. Yeah, because Voy, nega? yana bitta shu tezroq daromad qilishim. Daromad qilayotgan that should be me. Da, nimaga desangiz, Coachellaga qarayapman, zo'r bo'lyapti. Men yo'qman-da u joyda. Keyin aytyapman, tak Hurliman, mana tradingda yaxshiroq ishla. Tsel Coachella bo'ladi keyingi safarga deb o'zimga nima qilib qo'ydim maqsad. O'sha Justin Bieber hozir Beauty and Beast degan taronasi, Weekend juda ham. Da постоянно qo'yib qo'yaman. Chet el musiqasini ko'proq eshitasiz. Da, chet el ko'proq. Men ashula eshitmayman, umuman. Men podkast qo'yib qo'yaman, podkast eshitaman. Undan tashqari har xil yangi darsliklar olgan bo'lsam, o'sha darsliklarni ko'rib, vazifa qilib o'tiraman. Menga shu. Zo'r. Menda ham musiqa bilan ja chiqishmayman, lekin bozorda savdo qilayotgan vaqti bozorga haddan tashqari ko'p e'tiborimni berib yubormaslik uchun nimadir mashg'ulot bilan chalg'ishga harakat qilaman. Masalan, ko'proq uy ishlari. Farzandlarim bilan, men o'sha 3-farzandim dunyoga keltiraman, bolalar bilan ko'proq bo'laman uyda. Shu uchun savdoga kirganimdan keyin bolalar bilan birgalikda o'ynab, juda bozorga berilib ketmaslik uchun birinchi albatta alohida analiz qilib, savdoga kirishga tayyor bo'lgandan keyin, savdoga kirganimdan keyin bolalar bilan birgalikda o'ynayman. Onda-sonda qarab qo'yaman. Haddan tashqari berilib ketmaslik uchun bozorga, haddan tashqari emotsiyaga berilmaslik uchun qo'shimcha mashg'ulot bilan shug'ullanaman. 3 ta farzand bilan odamlar mana trading bilan shug'ullanmoqda. Qaynota bilan, turmush o'rtoq bilan, qaynota, ro'zg'or bilan. Boya Hamma qatori. oxirgi o'g'il bo'lsa-chi deganimda, "Yo'q, mayli" dedilar. Men shundan bilib olamiz. Bitta narsa qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Meni bitta o'quvchim borda. 4 ta farzandlari bor. Qaynona-qaynota, qaynona-qaynotani ham qaynona-qaynotasi bilan yashaydi. O'tgan safar shu bozor zo'r selga o'qib bergan payti 5 kun trade qildik komandada birgalikda.
$2800 hali qiz zo'r ishlab topdi-da, $2800 ishladi. Qochib ketdimki? Yo'q. Dальше shunaqa ishlayapti hozir. Dubayga ketdi-da. Nima, notebooklar yo'q edi. Notebook oldi, xo'jayinlar qarzlari bor edi, qarzlarini uzishdi, notebook oldi. Hozir endi o'sha boshida $40 dan pul topyotdi. Normal deb endi hozir $2800 topganiga уже $100 topsa kuniga yo'q kam deyapti, kuniga bozordan $200-300 olib chiqib ketyapti. Ana ko'ryapsizlarmi, o'zbek ayollari qanaqa? $2800 topib qo'ygan joyda ham yana ovqatini ham qiladi, polini ham artadi. Bunaqa ayollar boshqa joylarda yo'q. Aniq, erkaklar biz Tradingdagi eng katta daromaddagi bizani o'zbek ayollari loyiq. Ana, to'ppa-to'g'ri. Orqaga qaytamiz. Mana siz qachon boshladingiz tradingni? 5 yil avval 21da O'rganishni qiziqishni boshlaganman. boshladim dedingiz. 23-yildan buyon savdodaman. Okay, xo'p, Dilorom 3 yil avval. 3 yil avval. O'sha vaqtdagi qizchalarga bir zoomga qaytamiz va o'sha qizchalarga hisobot beringlar hozir. Mana shu bo'lgan vaqt ichida aynan trading bilan shug'ullanib nima yutuqlarga erishdik. Raqamlarda bo'lsa ham mayli, biz aynan podkastimizni maqtanadigan nuqtamiz hozir. Boshqalarga ham motivatsiya bo'lsin. Hasad qilmanglar. Harakat qilinglar qizlar. Mana oddiy qiz. Umuman olganda hammamiz oddiy odamlarmiz. Bularni qo'lidan keldimi, siz bilan meni ham qo'limizdan keladi. Shuning uchun harakat qilish kerak. Hasad uyg'otish maqsadida qilinmayapti bu narsa, shunchaki siz ham yetishishingiz mumkin shu narsalarga bemalol. Mana shu narsani qani birinchi Gulhayodan eshitamiz. O'zim men birinchi aytmoqchi edim natijalarimni, chunki maqtanishni yaxshi ko'raman o'zim. Sohaga kirib kelganimdan buyon birinchi ko'zga ko'rinadiganlarni sanayman, maydalarga e'tibor bermaymiz. Yo, bizga maydalari ham kerak. Maydalari ham kerak. Kim uchundir mana shu mayda ham kattalardan katta bo'lishi boshlaylik. mumkin. Gentra mashinasi o'tgan yil olganman. To'lasiz. Boshlaylik. Mana shu 2026-yilda 2 xonali Toshkentda kvartira Yakkasaroydan $100,000. Manzilini qoldirsangiz mehmonga boramiz. Bemalol. Novostroyga 7B desam o'quvchilarim hammalari bilishadi. Bundan tashqari juda ham ko'plab qimmatbaho buyumlar, masalan, iPhone, iPad, yangi kompyuter, yangi ofis, mebellar, tilla buyumlar. Bularni o'zi ham salkam $50,000 bo'ladi. Uy mashinadan tashqari va eng zo'r narsa kunlik ertaga yoki bir oydan keyin qayerdan pul keladi degan fikr o'zi men uchun begona. Anchagina nima deydi? Yetadigan pul bor. Yashash uchun просто ayollarni hozir kunda davlat ishida ayniqsa ishlaydigan ayollarni muammosi nima? Keyingi oyda oyligimni qanday yetkazaman deyshadi-da. Unaqa muammo hozir o'zi bizda yo'q. Traderlarda menimcha bularda ham yo'q. Plus qo'shimcha to'liq moliyaviy erkin. Oldingi holatim bilan hozirgi holatimni solishtiradigan bo'lsam, 10 baravar oshgan daromadim. 10 baravar to'liq. Hozir har kun har oyda stabil eng kamida $20,000 daromadim bor. Kamida. Bu faqat trading savdodan. Qanaqadir ba'zilar o'ylashi mumkin, kurator sifatida tanigani uchun kurs yoki darslarni orqasidan deb o'ylashi mumkin. Ular o'zini joyi bor. 10 ta kuratorimiz bor. Brend, akademiya kurslardan keladigan pul asosan meni o'qishimga sarflanadi. Yana ham ko'proq o'qituvchilarni ko'rishga harakat qilaman, ko'proq bilim olishga, treyderlarning davrasida bo'lishga harakat qilaman ko'proq. Men endi ko'zga ko'rinarli darajada misol uchun uy, mashina hali olganim yo'q. Men trading nolaviy dekretdagi holatda kirib kelganman, pulsiz. Hozirda уже 3 yil bo'lgan bo'lsa, 3 yil davomida men o'zimga 4 ta iPhone oldim. Bir-birini sotmasdan turib, 2 ta eng oxirgi model MacBook, boshqa kompyuterlar ham. Keyin men katta rasxod qilgan narsam bu Instagram blogimni rivojlantirish ustozlarimga ketgan. Chunki men Dubayga borib ta'lim olib kelganman $4,000 ga. Undan tashqari ham investitsiya bo'yicha kurslar olganman, Instagram bo'yicha kurslar olganman. Olgan topgan pullarim faqat bilimga ishlatganman, chunki narsa olib qo'ygandan ko'ra bilimni yuksaltirgan yana ham yaxshi. O'sha bilim olganman. Mana endi 3-yil, xudo xohlasa, yana ham kattaroq natijalarga qadam qo'yganmiz, chunki уже yana ham riskni oshirishga tayyorman. Ya'ni yildan yilga borgan sari riskni oshirib, endi xudo xohlasa yana ham katta ko'zga ko'rinarli darajada natijalar qilaman, xudo xohlasa. Sizga demak baliq emas, qarmoq kerak bo'lgan ekan. Hozir endi уже hamma narsa bor.
misol xohlagan payti manimcha uyda o'tirgan dekretdagi ayol borib xohlagan narsasini borib yeb kelish, olib kelish, xohlagan payti qimmat joylardan shopping qilish bu anaqa Xohlagan paytda lavash zakaz qilish. qilishda ovqat qilgin kelmasa nimadir zakaz qilib yeyish bu zo'r. Ana endi gentra olasiz. Ana endi yo'q, gentra emas, endi kattaroq nima deydi? Escalademi? Nimadir chiqdi-ku. Bilmayman, men faqat gentrani bilaman. Mana mana shu oxir nomini bilaman. O'shanga endi harakat qilyapman, xudo xohlasa. Nasib qilsin ilohim. Hurliman. Trading menga eng avvalambor erkinlik berdi. 23-yili iyun oyida doktoranturaga topshirgan payti Malayziyaga qanaqa qilib yashayman, nimani evaziga yashayman? Потому что chet elda siz agar student bo'lsangiz, daromad qila olmaysiz, ya'ni ishlash taqiqlangan. Kontrakt puli, ya'ni men grant asosida emas, kontrakt asosida o'qishga kirganman. Trading menga birinchi navbatda erkinlik berdi. Ya'ni Malayziyada xohlaganimcha yashaganman, zo'r yashaganman. Отдельно kvartira, mashina, hamma narsani o'zim shu trading orqali qoplaganman. Ya'ni kontraktni ham to'laganman va ichib yeyish hamma rasxodim shu trading orqali bo'lgan. Endi 2 yil, 1,5 yil davomida hozir yig'ib kelyapman pullarimni. Nukusdan bitta kvartira olganman va shu yili xudo xolasa maqsadlar kuchli. Bu yilga shu Toshkentdan kvartira olish, Novostroykadan hozir shuni ustida ishlayapman va shuni maqsad qilib qo'yganman. Xudo xolasa ota-onamga ham maqsadlarim bor, o'zimni qiladigan va xudo xolasa hammasiga shu trading orqali erishamiz degan umiddaman. Va eng asosiysi menga o'sha payt kerak bo'lgan narsa erkinlikni bergan, sayohatni bergan, erkinlikni bergan. Umuman hech kimga зависимый bo'lmay daromad qilishni olganman shu tradingni va shuning uchun minnatdorman bu sohaga. Shuningdek, sizlarga aynan XM brokeri tomonidan taqdim etiladigan xizmatlar doirasida Copy trading xizmatlari, XM traderlar klubi, XM musobaqalari ham mavjudligini eslatib o'tsam, ushbu xizmatlar barchasi sizga faqatgina qilayotgan savdolaringizga ko'proq imkoniyatlar ulashishdan iborat. XM musobaqalarida siz qatnashar ekansiz, nafaqat raqobatdosh muhitda tajriba orttirasiz, balki chinakamiga naqd pul mukofotlarini ham olishingiz mumkin bo'ladi. XM brokerdan ro'yxatdan o'tgan kuningizdan boshlab siz XM traderlar klubi a'zosi hisoblanasiz va qilayotgan har bir savdolaringiz uchun siz keyinchalik darajangizga qarab cashbacklarni ham olishingiz mumkin bo'ladi. Copy trading xizmatlarimizda esa siz o'zingizning hisobingizni boshqa traderning hisobiga ulagan holatda uning qilayotgan savdolaridan nusxa ko'chirish va mana shu trader savdolaridan foyda qilganda siz ham birgalashib foyda qilish imkoniyatiga egasiz. Copy tradingga qo'shimcha qilmoqchiman. Aynan o'zbeklarda XM brokerda ishlayotgan copy traderlar sifatida o'zim faoliyat yuritaman. Copy trading bo'limiga kirib, psixolog Gulhayo deb yozsangiz chiqib keladi va kunlik 5% savdo qilinadi. Qilinadigan depozitga nisbatan 5% savdo belgilab qo'yganmiz. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu copy trading tushunmaganlar uchun investitsiya kiritib qo'yasiz, kunlik daromadingizni olasiz. Sizni aynan mana shu nusxa ko'chirish uchun sizdan talab qilinadigan depozit miqdori qancha? Eng kam depozit miqdori $100. $100 agar siz hisobingizni to'ldiradigan bo'lsangiz, mana Gulhayoni savdolaridan nusxa ko'chirish imkoniyatiga ega bo'lasiz va qanaqa savdo qilsam, birga bir sizda savdo bo'ladi. Va bu ularning depozitlaridagi nisbatga asosan 5% da, masalan $100 depozit bo'lsa, kunlik $5 dan daromad bor. Copy trading ham как passiv daromad zo'r. Ishlaydigan, vaqti yo'q odamlar uchun вообще zo'r narsa. O'zimni 5-6 ta o'quvchim ham nima qiladi, ustozda orada dars bo'lmaydi. Copy tradingga ham pul kiritib qo'yishgan. O'sha copy trade o'zi sekin pul ko'payib turaveradi. Atak bag'da o'zlari ham savdo qilishaveradi. Ikki taraflama pul keladi. Bu ajoyib xizmatda o'quvchilarim ham so'rashyapti, siz ham shunaqa qiling deb. Katta mas'uliyat qiladilar lekin katta mas'uliyatni talab qiladi. Bizlar uchun katta mas'uliyat, chunki bitta o'zimiz uchun savdo qilmaymiz. Copy trading shaxsan menda 120 tagacha odam qo'shilgan, o'quvchilarim 120 ta insonni pulini o'ylab, ularning daromadini o'ylab savdo qilamizda. Sizlar mana shu sohaga endi kirmoqchi bo'lgan qizlarga 3 ta eng qimmatli maslahatni beramiz. Aynan o'sha paytda qaniydi menga mana shu gapni kimdir aytsa edi degan narsalar bo'lsa, agar sizlarda hozir mana shuni qizlarimiz bilan, agar yigitlarimiz ham bizni tomosha qilishayotgan bo'lsa, yigitlarimiz bilan ham
bo'lishib qo'yamiz. Men o'zim hayotdagi shiorim bor va bu sohaga ham shuni yo'naltirmoqchiman. Hammaga tavsiyam, maslahatim. Odam qilgan ishni odam qila oladi. Men qila oldimmi? Siz ham qila olasiz. Men uyda o'tirgan holatda farzand, oila, ro'zg'or, Uchta bola bilan, shuncha ro'zg'ordan ortib turib shu darajaga erisha oldimmi? Siz ham erisha olasiz. Eng muhim joyi esa biz juda ko'p etaplardan ustozsiz o'tganmiz. Hozirgi kunda sizlarga imkoniyatlar juda ham ko'p. Oson yo'l bilan o'tasiz. Muhimi harakatdan to'xtamaslik. Biz eplay oldikmi? Siz ham albatta eplay olasiz. Boshlashdan qo'rqmaslik. Ya'ni ko'p odamlar o'ylaydi, qanaqa bo'larkin, risk qila olmaydi. Boshlang, risk qiling, harakat qiling, to'xtamang. Bo'ldi. Necha yoshdasiz, bu muhim emas. Главный boshlash. Masalan, menga bo'ladi. Menga masalan, конечно, menga savol berishsa, nimani tradingda qilmagan bo'larding desa, men faqat shu ertaroq, avvalroq boshlardim degan javobni berardim. Masalan, men bu sohani 29 yoshimda o'zim uchun ochganman. Qaniydi shu 20 yoshimda, 21 yoshimda ochganimda qanaqa bo'lardim degan hissiyot o'tadi va men bu ichki tuyg'ular nima deyapti? Boshla deyaptimi, boshlash kerak bo'ldi. Boshla demayotgan bo'lsa ham boshlaylar tradingda daromad. Boshlash kerak, to'xtamaslik kerak. Bo'ldi. Boshqa yomon, optimistik fikrlash kerak. Nima o'ylasang shu bo'ladi. Va yaxshi narsa o'ylasa, yaxshi narsalar bo'ladi. Shuning uchun optimistik nastroyиться qilish kerak, boshlash kerak, harakat qilish kerak, to'xtamaslik kerak, boshlagan narsani do konca yetishmagancha shunga qo'ymaslik kerak. Boshladingizmi? Bo'ldi. Oxirigacha borish kerak. Tradingni Hurli aytgandek boshlash kerak. Men ham ertaroq boshlamagan bo'lsam afsus qilaman. Chunki ertaroq boshlasangiz, tajribangiz ham shunga yarasha ko'proq bo'ladi. Yangi boshlayotganlar qo'rqmasdan boshlanglar, chunki hozir qo'lingizdan yetaklaydigan kuratorlar juda ham ko'p, imkoniyatlar juda ham keng. Tez va samarali daromadga chiqa olasizlar hozirgi kunda aynan. Bitta ustozni mahkam ushab, ya'ni o'sha o'zingiz qanaqa уровень daraja xohlayapsiz, o'sha darajada ustozni ushab, o'sha bilan oxirigacha borib, o'rganib, o'sha odamning yo'lini olib, yonida yurib, natija qilish kerak. Chunki baribir natijaga chiqadi. Sabr, vaqtga qo'yib berish kerak, sabr qilish kerak, ko'proq o'zini ustida ishlash kerak. Natija bo'ladi oxirida baribir. Tushkunlikka tushib qolmaslik kerak. Bitta muvaffaqiyatsiz сделка bu sizni hayotingizni belgilab tashlamaydi. Ya'ni bitta minus bu 1 oylik, 1 yillik natijani ko'rsatib bera olmaydi. Shuning uchun никогда не сдавайтесь. В общем, hech qachon taslim bo'lmaslik kerak. Bosish kerak bo'ldi. Xato qildingizmi, u xatoni ustida ishlash kerak. Qayta ishlaverish kerak. Ya'ni xato qildim, bu tashab qo'ymaslik kerak. Keyingi safar o'sha xatoni qilmaslik kerak. Все, o'z daraja avtomatik oshib ketaveradi. Do'stlar, bizning mehmonlarimizning aynan ijtimoiy tarmoqdagi manzillarini biz izohlarda yozib qoldiramiz. Bemalol aynan tradingni o'rganish borasidagi savollaringizni, aynan ularga shogird tushmoqchi bo'lsangiz, bularning barchasini shu havolalar orqali bilib, o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizlarga rahmat deb qolamiz. Hurliman, Dilorom, Gulhayo, men o'zim maza qildim bugungi suhbatdan. Umuman ayollarimizdagi mana shu ishonchni ko'rib xursand bo'ladi odam. Har qanaqasiga. Internetda har xil xunniy yangiliklar ko'ramiz. Mana bu ayolga bu bo'pti deganda, mana qizlarimiz o'zlarini kuchlari bilan shunaqa darajaga yetishib turganliklari odamni juda ham xursand qiladi. Qizlar shuning uchun o'qinglar, harakat qilinglar, mustaqil bo'linglar, moliyaviy erkin bo'lsanglar, hayotingiz agar hozir yomon pallada bo'lib turgan bo'lsa, mana shu suhbat sizga signal. Mana shu suhbatni eshitdingizmi siz? Demak, bu sizga koinotdan kelayotgan signal deb tushuning. Harakat qiling, o'zingizni botqoqlikdan o'zingiz tortib chiqarmasangiz, boshqa tashqaridan hech kim kelib, "Kel, yur, yaxshi hayotga" deb olib ketmaydi. Biz ertakda emas, balki real hayotda yashaymiz. Shuning uchun harakat qiling, o'zingizni hayotingizni o'zingiz maksimal darajada mazza qilib yashash uchun. Sizlarga tashrif uchun kattakon rahmat. Rahmat. Kelgusi efirlarimizda ham sizlarni kutib qolamiz, qizlar. Rahmat. Rahmat kattakon. Ko'rishguncha. Rahmat. Bye bye.